To'rtinchi omil muhit omili. Bu muhit omil texmi kuchli. Bir kuni bir burkut bolasi o'zining bolasini tuxumini tuxumining orasiga tug'ib qo'yapti. Şoğlan bu burkut balası tuxum yerib chiqsa, qarasa bir tug'di ekan, onam o'xshaydi deb yashayveribdi. Quruqlikda yashayveribdi. Kunlatib bir kuni u osmonda bir burkutni ko'ra qoldi. Şoğlan u boshqa qarab tursa, boshqa aka ini tuxa akallari onunğa mundaq debdi: "Ey, sen o osmonga unda qarab ketme. Sening turadigan yering quruqlik, sen baribir ucholmaysan." Debdi. Bu gapni anlagandan keyin bu gap ishinibdi. Burkut balasi mangu quruqlikda to'qlar bilan yashapti. Demak, bu nimdan derak berdi bo'lsa, atrofdagi odamlarning bu xil pasib ko'z qarashi odamga ig'ir darajada ta'sir qildi. Shu esonda bo'lsin. Odam taraqqiy qilgan sari, cho'ngaygan sari. Odam cho'ngaygan sari atrofdagi odamlar sizlarni o'ziga tahdid deb o'ylaydi. Cho'ngayib ketishinglarni xohlamaydi. Chunki sizlar cho'ngaygan vaqtda bular kichik holatiga bardosh berolmaydi. Shu jamiyatda ma'lum bir odam kuchaygan vaqtda avtomatik holda bir turkum odamlar uning har xil pasib gaplar bilan, pasib ko'z qarashlar orqali to'smoqchi bo'ldi. Bu avtomatik bo'ldi, ansal bo'ldi. Bularni ayblashgan bo'lmaydi, ayblashgan bo'lmaydi. Shunga eng muhimi nima deganda, buning chuqur ideyaga tayyorlik qilish kerak. Odam cho'ngaygan sari uning jamiyatda cho'ngish shuncha ta'sirlashadigan. Mana bu pigment effektining to'rt xil ta'siri. Biz buni qanday yo'qtimiz? Qanday bundan qutulib chiqamiz? Buning uchun sizlar birinchi qadam nima esa, psixologiyadagi ikki narsani bilishingiz kerak. Birisi perceptual readiness. Readiness ga tushundirma. Perceptual defense. Perceptual readiness va perceptual defense ga nima esa, idrokdagi tayyorlik va idrokdagi mudofaa degan. Bu nima degan gap desa, odam ko'pincha vaqtlarda o'zi to'g'ri deb qolgan ko'z qarashni isbotlash uchun jamiyatda o'zining to'g'riligini isbotlaydigan uchurlarni to'plab turib oladi. O'zining ideyasining to'g'riligiga qarshi yoki inkor qiladigan uchurlarni angsaldi ko'rmaydi, ko'rmasam xato chiqaradi. Ko'rmasam xato chiqaradi. Masalan, samimiyatsizlik orqali tijorat qilsam bo'ladi deb o'ylaydigan tijoratchilar tabiiylar samimiyatning muhimligi to'g'risidagi maqolalar bo'lsa, bu to'g'riliq gaplar bo'lsa, tabiiy nima ish qildi desa, bu uchurlarni unidorlardan juydi. Muhimlik to'g'risidagi maqolalar bo'lsa, bu to'g'riliq gaplar bo'lsa, tabiiy nima ish qildi desa, bu uchurlarni unidorlardan juydi yoki ko'rmasga soldigan ahvollar bo'ldi. Yoki bo'lmasa odamlar nachar deb o'ylab qolgan odam yaxshi odamlarning borlig'ini ko'rgan vaqtda bunday uchurlarga diqqat qilmaydi. Ya'ni o'zi to'g'ri deb qolgan ko'z qarashlarida chin turish uchun shuni isbotlaydiganlar uchurlarga yapilishdi, uning qarshi inkor qiladigan uchurlar bo'lsa, buni rad qildi.